Assalomu alaykum hammaga. Bugun HTMLdan 7-chi darsimizni ko'ramiz. HTML papkamizni ochib olamiz. 7-chi dars. Bu darsni Visual Studio'da ochib olamiz. Bugungi darsimiz endi HTML deb yozib o'tirmasdan Shift 1 ni bosamiz va undo bosiladi. Undo belgisi va Enter bosaman. O'zi kerakli teklarimni chiqarib beradi. Hop, endi bundan buyog'iga bittalab yozib o'tirmasdan Shift 1 ni bosamiz va Enter yoki Tab ni bosamiz. O'zi kerakli teglarni chiqarib beradi. Hop, endi bu yoqda doctype HTML. Bu nima degani? Doctype HTML bu document type'i, document tipi turi HTML document. Biroz fayl HTML hujjati ekanligini bildirib turadi. Va shu bilan bir vaqtda bu HTML oxirgi 5-versiyasida ishlayotganimizni bildiradi. Hop, HTML ichida lang degan atribut va n degan qiymati bu sahifamizni qaysi tilda yozilayotganini bildirib turadi. Uz deb qo'ysak, bu o'zbek tiliga yozilayotganini bildiradi. Hop, head bu o'zimiz bilgan head va meta charset UTF-8 bu hujjatimizda ishlatiladigan har xil tillarga oid belgilar bo'lishi mumkin. Koreys tilida yoki Xitoy yoki arab tilidagi belgilarni brauzerimiz o'qiy olishi uchun o'sha belgilarga mo'ljallangan bu kutubxona hisoblanadi. O'sha belgilarni so'roqchaga aylanib qolmasligi uchun bu narsa bizga kerak. Va undan keyin meta viewport. Bu narsa esa e, veb saytimizni telefon va kompyuter, planshet har bitta device'ga moslab ishlashiga yordam beradi va CSS'da responsivlik uchun alohida telefon, planshet versiya yozayotganimizda o'shanda mana shu narsa bizga kerak bo'ladi. Demak, bu har xil qurilma yoki device'lar uchun mo'ljallangan meta tegi hisoblanadi. Hop, title'ni hammamiz bilamiz. Va shu bilan birga o'rganishimiz kerak bo'lgan meta teglardan name, description, content va bu hozir nima qilishini ko'rsataman. Brauzerimizni ochib olamiz. Google'dan ixtiyoriy narsa poyib beramiz deylik. Xo'sh, olma deb poyib berdim. Olma deb post berganimda mana saytlarimiz paydo bo'ldi. Meta teglari asosan qidiruv tizimlari uchun saytimizni yuqoriroqqa chiqarib berish uchun yordam beradi. Meta description esa kontentni ichida yoziladigan narsa. Bu bizani veb saytimiz, sahifamiz haqidagi ma'lumotlarni Google'da mana bu joyda chiqarib beradi mana. Mana bu joy demak description bo'ladi. Mana shu narsa mana bu yoqqa nusxalab mana uni ichiga qo'yaman. Aytaman. Demak, shu narsa Google'da mana shu joyda chiqishiga description u haqida, sayt haqida ma'lumot chiqarib beradi. Hop, undan keyin yana meta keyword. Bu esa kalit so'zlar. Content. Buning ichida veb sahifamizni, veb saytimizni qanday kalit so'zlar bilan
qidirganda Google'ga chiqib kelishini ta'minlaydi deylik. Web yoki dasturlash. Mana hozir olma deb poyezd berdim. Bu olma mana shu sayt uchun kalit so'z bo'lib xizmat qiladi. Demak, men endi web yoki dasturlash deb poyezd berganimda mana sahifam, saytim chiqib kelishi kerak. Demak, keywords bu qidiruv tizimlarida poyezd berganda ishlatiladigan kalit so'zlar. Xo'sh, undan keyin meta. Hop, bu hozircha bizga kerak emas. Meta. Xo'sh, avtor. Hmm. Birinchida shu sahifani yaratgan kompaniya, korxona yoki odam, shaxs haqidagi ma'lumot yoziladi. Или qaysidir bir shaxs, Doniyor degan odam shu saytni yaratgan. Saytni yaratgan odam haqidagi ma'lumotlar meta tagi orasida yozilar ekan. Xo'p, demak, Meta UTF-8 bu kutubxona ekan, belgilar har xil tillar uchun moslangan. Demak, viewport bu har xil qurilmalar uchun veb-saytimiz moslashuvchanligi uchun kerak bo'ladigan tag. Description bu saytimiz haqida ma'lumot berib turadigan so'zlar yoki tekst. Keyword saytimizni qidiruv tizimlarida mana shu kalit so'zlar bilan qidirishimiz mumkin. Avtor esa bu veb-saytni yaratgan shaxs yoki korxona. Ana endi mana bu narsa bor. Link bu joyda ikon. Agar sahifamizni tepasida, title yonida ikon qo'yishimiz kerak bo'lsa, sahifamiz brendi yoki logosi xuddi mana shu joydan qo'yiladi. Comment qoldirib ketamiz. Hozir ko'ramiz. Mana bizani veb sahifamiz dokument deb turibdi. Dokument bu titlening ichidagi narsa. Web edu deb qo'ysam o'zgaradi. Mana o'zgardi. Shuning yonida mana globuschan rasmi turibdi. Shu joyda mana Google'da yoki Meta bu nima edi? ChatGPT yoki Google mana oldida belgisi bor. Shunga o'xshagan belgi qo'ymoqchi biza. Nima qilamiz? Link rel icon deb yozamiz va bu joyda o'sha qo'yilishi kerak bo'lgan ikonkani yoki rasmni linkini qo'yamiz, manzilini. Deylik, bironta rasm. Xo'sh, Google'ni o'zini rasmi qidirib ko'ramiz. Xo'sh, kerak. Mana buni qo'yamiz. Demak, mishkani o'ng tarafini bosib, linkini olaman, kopirovat URL tashlaymiz. Mana qo'yildi. Endi natijasini ko'ramiz. Mana. Demak, o'zimizni veb sahifamizni oldida ikonka belgi qo'ydik. Link rel atributi ichida icon deb yozamiz va hrefda o'sha ikonkani manzilini qo'yamiz. Hop, undan keyin inline va blok elementlari haqida ma'lumot berishim kerak edi. Qoldirib ketilmas ekan. HTMLda ikki xil e, elementlar bor: inline va blok elementlari.
Bularga misollar, misol uchun H1 yoki kichkinaroq H3 tegi olsam va uni ichiga tekis yozsam, Lorem 5. Va natijasini ko'ramiz. Mana, Lorem 5 demak chiqdi. Endi shu bilan bir qatorda B tegini yozaman. Lorem 5. Mana, bu ham chiqdi. Hop, bundan keyin I tegini yozaman. Mana. E'tibor bersak, H3'da yozilgan yozuv, H3'da yozilgan yozuv faqatgina bir qatorda turibdi. Va undan keyingi bo'sh joylar bor, lekin bo'sh joylarga yozmasdan keyingi qatorga mana B tegini ichidagi yozuv tushdi. Va undan keyin I tegini ichida yozuv yozgandim, u pastdan tushmasdan buni yonidan tushdi. Hop, H3 tegi, H3 tegi, xo'sh, bu tepasidan yozib qo'yay. Blok element. B va I teglari inline element. Inline va blokni asosiy farqi, blok element o'zi kam bo'lsa ham, qatorni, butun qatorni to'ldirmasa ham, lekin yozuv ichidagi kontent butun qatorni to'ldirmasa ham, lekin o'zi butun qatorni egallaydi. To'liq qatorni gorizontaliga egallaydi va mana bu bo'sh joylarga hech qanaqa yozuv kirishiga yo'l qo'ymaydi. Inline element esa faqat ichidagi yozuv kontenti kengligicha joyni egallaydi va undan keyin keladigan yozuv yoki kontentlar shuni davomida boshlanib ketadi. Mana I tagi ham inline tag. Undan keyin U tagi yozmoqchiman. U tagi ham inline. To'g'ri ham? Mana. Yozdik. Davomidan chiqdi. Demak, bu ham faqat o'zi turgan kontent uzunligicha bo'lgan joyni egallaydi. Lekin bulardan keyin P tag yozmoqchi bo'lsam, lorem 5. Ha. P tagi esa blok element. Uje bu mana buni yonidan sig'sa bo'lardi, lekin bu bitta o'zi butun qatorni egallashi uchun pastdan boshlab ketdi. Demak, bu blok element. Demak, blok elementlar butun qatorni egallaydi gorizontaliga. Inline elementlar esa o'zini kengligicha bo'lgan joyni egallaydi. Butunlay egallab tashlolmaydi. Xo'sh, endi juftlik va tog'teglar. Juftlik, tog'teg. E'tibor bergan bo'lsak, teglar ochilish va yopilish qismiga ega. Ochilish va yopilish qismi bu H3 yozuvi boshlanishini va mana shu joyda tugashini bildiradi. Agar buni tugashi bo'lmasa, hammasini H3 deb olib ketadi. Yozuvlar hammasi H3 ga aylanib ketdi va u tugamaydi deb hisoblanadi. Mana shu joyda shuning uchun tugashi kerak. Va bu teg juft teg deyiladi. Ochilish va yopilish tegiga ega, qismiga ega. Bular ham hammasi ochilish va yopilish qismi bor teglar, bular juft teglar. Tog' teglar esa bear. Bear tegi bu tog' teg yokida bir paytlar o'zini o'zi yopuvchi teg ham deyilgan. Xo'sh, mana bunaqa ko'rinishda yozsa ham bo'ladi. Bu eskicha ko'rinishi, hozirda esa mana shunaqa ko'rinishda yozsa ham bo'ladi. Bu faqat enter vazifasini bajaradi, keyingi satrga tushiradi va bu uchun ochilish va yopilish tegi shart emas. Va hr bu ham to'xtaydi, faqatgina bitta qismdan iborat. Yokida input. Input tegi ham to'xtaydi hisoblanadi. Yoki image. Image tegi ham to'xtaydi. Demak, juftlik va to'xtaklarni ham farqini ko'rib chiqdik. Xo'p. Xo'sh, buguncha o'tishimiz kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat edi. Hammaga rahmat. Salomat bo'linglar. Darsimiz tugadi.